Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Arshidin Ediqot. Tövəndə vətənimiz Şərqi Türkistan və dünya gün tərtibiga aloqador muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qani diqqətinizlar ekranimizda bo'lsin. Trump Xitoyga qo'shimcha 100% tamojni beji qo'ydiganligini bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trump kelar oydan boshlab Xitoy import mollaridan 100% qo'shimcha tamojni bosh oladiganligini aytib, Xitoyga tahdid soldi. Xitoy yaqinda seyrek to'pa eksportiga qarata cheklovlarni kuchaytirgan bo'lib, Trump juma kuni e'lon qilgan yozmasida Xitoyning seyrek to'pa eksport nizomini ching'itish harakatiga qaytarma zarba berib, Xitoyning qattiq dushmanlashib ketganligini aybladi. U yana Xi Jinping bilan ko'rishishni bekor qildiganligi to'g'risida tahdid solgan bo'lsa-mu, keyin buning amaldan qoldirilmaganligini, ammo o'tkazilmaslikning aniq emasligini bildirdi. Trumpning bayonlari pul muomala bozoriga zo'r ta'sir ko'rsatgan bo'lib, S&P 500 ko'rsatkich nisbati 2.7% tuvalligan. Bu 4-oydan buyonqi eng cho'ng yakka kunlik tushish hisoblangan. Xitoy mashindan tortib ahli iqtidorli telefongacha bo'lgan nurg'un mahsulotlarning muhim tarkibiy qismi bo'lgan seyrek to'pa va boshqa bir qism xalqiliq materiallarning ishlab chiqarish sohasini monopol qilish darajasiga yetgan bo'lib, buni Amerika qatorliq ko'plagan davlatlarga qarshi ishlatmoqda. Navbatda yerim o'tkazgichga o'xshash ilg'or texnika mahsulotlari savdosi, TikTok, dehqonchilik mahsulotlari, seyrek to'pa qatorliq ko'plagan masalalar Amerika bilan Xitoy o'rtasida izchil talash tortish qilinib kelmoqda. Amerika Isroiliyaga askar avatmoqchi. Amerika G'azzada urush to'xtatishni kuzatish uchun Isroiliyaga 200 askar avatadiganligini bildirdi. Amerika doiralarining aytishicha, Isroiliyaga avatiladigan askarlar o'rtaq kontrol markazi quradigan bo'lib, G'azzada vazifa o'taydigan boshqa xavfsizlik kuchlarini Isroiliya armiyasi bilan moslashtirib, to'qinish yuz berishning oldini oladi ekan. Amerikaning yuqori darajalik ishki amaldori Washingtonning G'azzaning muqimligi uchun qurilgan o'rtaq vazifa guruhi qatorliq 200 askar o'rinlashtirganligini, lekin G'azzada hech qanday Amerika askarining bo'lmaydiganligini e'lon qildi. İsmini oshkorlashni xohlamagan bu ikki amaldor payshanba kuni muxbirlarni kutib olish yig'inida bergan bayonotida bu 200 askarning vazifa o'tash qismlarining yadrolik atrati ekanligini, bu atratning Misr, Qatar, Turkiya va Arab Birlashma Xalifaligidan kelgan vakillarni o'z ichiga oladiganligini bildirdi va shundaqla Amerika askarlarining o'rinlashtiradigan o'rnining bekitilmaganligini, lekin o'rtaq kontrol markazining qurilganligini va to'qinishning oldini olish uchun G'azzada vazifa o'taydigan boshqa xavfsizlik kuchlarining Isroiliya armiyasi bilan moslashib xizmat ishlaydiganligini, hech qanday Amerika askarining G'azzaga kirishining planlanmaganligini eskartdi. Amerika doiralari kelishim kuchga ega bo'lgandan keyin rayondagi jiddiychilikning pasaytilishi va Isroiliya bilan Arab davlatlari o'rtasida yangi normallashish kelishimining yo'lga qo'yilishidan umid borligini ta'kidladi. Amerika prezidenti Donald Trumpning birinchi navbatlik vazifa o'tash mezgilida Isroiliya bilan Bahrayn, Arab Birlashma Xalifaligi, Marokash va Sudan o'rtasida Ibrohim kelishimi imzolangan edi. Aqsaray Nobel mukofoti komitetini tanqid qildi. Aqsaray bayonotchisi Steven Chong Nobel komitetining Trumpni nazardan saqit qilib, tinchlik mukofotini Venezueladagi o'qituvchi rahbar Maria Corina Machadoga berganligini tanqidladi. Aqsaray bayonotchisi Steven Chong juma kuni X hisobida e'lon qilgan bayonotida Prezident Trump tinchlik kelishimini tuzishni, urushlarni oxirlashtirishni va hayotni qutuldirishni davomlashtirdi. Uningga insonparvarlikka to'lgan qalb bor. Nobel komiteti tinchlik o'rniga siyosatni tanlaganligini isbotladi deb yozdi. Trump mukofot uchun cho'ng tashviqot ilib borgan bo'lib, bu hafta Isroiliyaning G'azzadagi irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish uchun urush to'xtatish va go'riga ilinganlarni almashtirish kelishimini e'lon qilgan edi. Trump o'zidan burunqi 4 Amerika prezidenti qo'lga keltirgan bu mukofotga erishish orzusini oshkora o'ttirga qo'ygan edi. Norvegiya Nobel komiteti tunugun bu yillik mukofotni Venezuelalik Maria Corina Machadoga bergan edi. Nobel komiteti uni erkinlikning botur qo'g'dug'ichlaridan biri deb atab, Venezuela xalqining demokratik huquqlarini qo'g'dash yo'lida to'xtamay qilgan xizmatlari uchun mukofotlaganligini e'lon qilgan edi.
Hürmetli ko'rurmanlar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizlarga rahmat. Ertadagi programmada ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Allohga omonat.